Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar, vahodoshlar. Qarochi, boringki bu doshlar, tinchmisizlar? Anchadan beri video qilmay yurdim. Chidab indamay qani nima bo'lar ekan deb. Oxiri bugun bir video qilishga qaror qildim. Chidamadim, to'g'risi men yuragim chidamadi. Nimaga deysizlar? Mana bu videom yana kimga mana shu deputatlarga atalib video qilaman hozir. Qilyapman. Mana yaqinda o'zimizning akalarimiz, ukalarimiz, deputatlarimiz shunday qonun qabul qildiki, 50 yildan oshgan mashinalarni hammasi utilizatsiya qilish. Hay, bunga ham ko'z yumdik, buni ham qilishdi. Mashinalarni hammasini arzimagan kapika bakalashkaning puliga, nos puliga utilizatsiya qilardi, yaramaslar. Undan keyin yaqindagisi naqd pulni bekor qilib, kartaga o'tkazib, даже magazinga borsak ham, zapravkaga borsak ham o'zingning pulingga gaz ola olmaysan, benzin ola olmaysan. Zo'r qilishdi. Buni ham shu deputatlarimiz qabul qilishdi. Eng zo'ri kecha chiqdi. Bugun sizlar adashmasam 2026-yil. Chizsani ham unutdim, adashmasam 20 bugun 2-may ekan. Bugun 2-may. Odam tom ketib qolyapti bunaqa qonunlarni eshitib, ko'rib, odam miya sabrojat qilmay qolyapti, bir-biriga aylanib qolyapti, urushib qolyapti. Bosh bilan miya urushib qolib, esdan chiqib ketib qolyapti bunday. Bugun 2-may 2026-yil. Kecha yana bitta qonun chiqaribdi Adliya vazirligimiz. Mayli, kim chiqarganini bekor, qizig'i yo'q. O'sha qonunni kim qabul qilganligi eng qiziq joyida menga. Qonunning maqsadi nima emishki, yaxshi ham Xudoga shukr biz hovlida yashaymiz Surxondaryoda. Kengishgana. Naskini ilsak ham quyoshga olamiz. Kiyimda ilsak ham quyoshga olamiz. Bechora quyosh yegan, quyosh ko'rgan kiyimdan mikroblar qochadi deyardi. Doktorlarimiz shunaqa deb aytardi. Hozir bilmayman, zamonaviy mikroblar quyoshdan qochmayaptimi? Yangi qoida chiqibdi, qonun chiqibdi. Shaharda, domlarda, balkoniga kiyimlarni, ya'ni yuvilgan kiyimlarni umuman balkonga osish mumkin emas ekan. Osib qo'ysa jarima bo'lar emish degan qonun chiqaribdi, Adliya vazirligi qabul qilibdi. Lekin eng qiziq joyiga mana shunga 5 qo'ydim men. Ana utilizatsiyaga 50 yildan oshgan mashinaga ham chidadik. Mana bu naqd pul molosiga ham chidadik. Eng qoyil odam chidattirmay dod devoradigan joyi mana shu yerda bo'lar ekanda. Mana bu asrga tushgan sovet askariga o'xshab jim turaverdik. Mana oxirida bo'lmadi. Bo'lmagandan keyin dod devordik-da. O'zimizni asrga tushgan sovet askariga o'xshab tutib turdik jimgina. Ey, deputatlar, yaramas deputatlar. Sizlar ham mana shu o'zbek xalqining farzandlisizlar, o'zbek xalqining avlodisizlar. Sizlarning ham otalaring bordir, onalaring bordir. Sizlar qaysi kallalaring bilan bunaqangi qoidalarni qabul qilyapsizlar? Mening qonun chiqarish organlariga, palatalarga hech qanaqa aloqam yo'q. Lekin men o'ylaymanki, mana shular ham O'zbekiston fuqarosi ekanmi? Mana shu qonunni qabul qilayotgan deputatlar, yuqori palatadagi, quyi palatadagi bittasi qabul qilib, bittasi chiqaradi, mayli. Shular O'zbekistondan ekanmi, shular ham? Men qiziqaman-da. Mana shu deputatlarimiz bizga qayerdan keladi? Iltimos, mana shu sharhiga yozinglar, tagiga. Izohda yozinglar. Mana shu bizning qonun qabul qilayotgan deputatlarimiz o'zi asli qayerlik? O'zi asli qayerlik? Nahotki shular O'zbekistonning fuqarolari bo'lsa, men mana shularning O'zbekiston fuqaro ekanligiga shubha qilib qolaman-da, chunki agar O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, qonunni qabul qilishdan oldin, qabul qilayotganda o'ylash kerak. Mening ham farzandlarim bor, otam bor, onam bor, qarindoshim bor, mening ham avlodim bo'ladi. Nahotki ular beavlod bo'lib ketsa, avlodi yo'qmi ekan? O'ylamaydimi, men qabul qilayotgan qarorimda mening farzandlarim, avlodlarim bundan
foydalanish kerak, aziyat chekmaslik kerak deb o'ylamaydimi? Men o'ylayman, shu deputatlar qayerlik ekan? Bir iltimos izohda yozinglar. Agar bironta deputatlar meni ko'rayotgan bo'lsa, shu tagiga sharh yozib qo'yinglar, men O'zbekistondanman. Kerak emas qaysi viloyatdan ekanligi. Meni qiziqtiradi-da. Eng zo'ri mana shu kiyimlarni o'z balkoniga, ya'ni quyoshga ko'rsatmaslik kerak. Menimcha quyoshdan jalliba tushganmi? Bunday quyosh pastga bunday qaragan bo'lsa, kiyimlar turibdi. Oho, o'zi shundoq ham qizdiryapman. Endi mening kuchim mana shu naski, turusik, kiyim-kechak, ichki kiyimlarga ham ketadimi? deb jalliba qildim ekan tepadagilarga. deb o'ylayman-da. Mana qonun qoidaning zo'rlari. Undan ko'ra kelinglar sizlarga bir maslahat beray, janob deputatlar. Sizlarni biz saylaganmiz. Sizlarni biz o'zbek xalqi saylaganmiz sizlarni. Ana unda sizlarni saylayotganimizda osmon bizga va'dalar beruvdilaring. Xuddi bir nimani yeplab qo'yadiganday, bir germanni olib qo'yadiganday. Mana ko'ryapsizlar ahvollaring. Nahotki deputat bo'lish uchun odam tupoy bo'lish kerak. Deputat bo'lish uchun qoida yozib qo'yibdi-ku. U yerda o'qib ko'rsalar yozilmagan. Deputat bo'lish uchun tupoy bo'lish shart deyilgan joyi yo'q. Sizlar odamsizlar, baraka topkirlar, iltimos. Biz sizlarning orqalaringda xalqmiz. Hech bo'lmasa Qoraqalpog'istonning xalq degan kirani ko'ringlar. O'sha orqalaringdagi xalq biz bo'lamiz. Sizlar bir o'ylab, bir tortishib, bir qonunlar, qarorlarni qabul qilinglar. Sizlar Marsdan tushmagansizlar-ku, erta sizlar ham yashaysizlar. Bu yerda sizlarning avlodlaring, bolang, chaqang, xotining, qizlaring, otang, onang, bobonglar yashab o'tgan. Sen vaqti avlodsiz yashamaysan-ku, iltimos. Mana sizlarning ham avlodlaring bo'ladi. Naslsiz o'tib ketmaysizlar-ku. Yo bo'lmasa, shuncha deputatlar deddomdan, bolalar uylaridan tanlab olingan, hech kim yo'q bo'lgan odamlar emassizlar-ku. Sizlar ham otalaring bor, onalaring bor, izdoshlaring bor, kimningdir avlodisizlar. Sizlardan ham kimdir avlod, sizlardan ham avlod qoladi. Mana shu qoidalar qolganda, mana shu qonunda sizlarning avlodlaring o'ylaymikan, mana shunaqangi bizning otamiz, qarindoshlarimiz shunaqangi deputat bo'lganki, shunaqangi qoidalar chiqargan, turistliklaringni, umuman kiyimlaringni yuvib balkonga osmaslik bo'yicha shunaqangi kuchli qonun qoidalar chiqargan deb ertaga eslaydi sizlarni. Biz eslaymiz. Kelinglar, yana bitta maslahat beray. Shunday qonun chiqaringlarki, bu ekologiyaga foyda bo'lsin. Mendan maslahat. Muzaffardan maslahat. Shunaqangi qonun chiqaringlar, ekologiyaga foyda bo'lsin. Ya'ni nima deyish kerak? Kiyim-kechakni yuvmaslik kerak umuman. Yuvsa nima bo'ladi? Birinchidan, yuvsa suv, ichimlik suvi kir bo'ladi, iflos bo'ladi. Bu ham ekologiyaga zarar. Keyin tashqariga to'kiladi. Toza suvni rasvo qilamiz. Toza suv rasvo bo'lganligi ekologiyaga zarar. Bu ham ishtirof. Mana sizlarga. Mening sizlarga hurmatli deputatlarimiz, o'zimiz saylagan, o'zimiz kushondamiz bo'lgan deputatlarimiz, sizlarga men taklif beradigan takliflarim juda ko'p. Prosta indamay turibman. To'g'risi chiday olmadim. Iltimos, sizlarga bahoni sizlarning avlodlaring bersin. Sizlarning ham avlodlaring bor. Ertaga otamiz shunaqangi qoidalar chiqargan deb ular ham faxrlansin-da. Sizlarning avlodlaring, bola chaqalaring ham shuni bir faxrlansin, bir ko'raylik. O'zbekiston deputatlari mana bu deputatchilik nima deb aytsam ekan? Mana shu deputatchilikka nomzodini qo'yayotganda qanday insonlar deputat bo'ladi degan qonun qoidaga tagiga qo'shib qo'yish kerak. U обязательно tupoy bo'lish kerak. 3 ta undov bilan qo'yish kerak. Hech bo'lmasa o'rtasiga yo tekstning oxiriga bitta joyga qo'yib qo'yish kerak, iltimos. Mana shuni ham qo'ydirib qo'ysalaring biz zo'r bo'lamiz sizlarga. Shunday gaplar. Bizning
super deputatlarimiz, qonun chiqaruvchilar, sizlarga o'xshagan deputatlar. Butun dunyoga sharmanda qilyapsizlar, butun dunyoga sharmanda qilyapsizlar. Sharmanda bo'lishlaring mayli. O'zlaring sharmanda bo'lsalaring, bizning hech qanaqa aloqamiz yo'q. Lekin O'zbekistonda butun dunyoga sharmanda qilyapsizlar. Sizlarga kimdir aytgan, shunday qaragan, kiyimlarni ol degan. Men sizlarni nimaga o'xshataman, bilasizlarmi? Chipolinar multfilmini ko'ringlar. Ana shu Chipolinada sizlarning kelajaklaring ayon qilib yozib qo'ygan. Iloji bo'lsa, yomg'ir pulini ham to'langlar. Yaxshi ham yomg'ir kam bo'lyapti. Agar yomg'ir ko'p bo'lsa, sizlar обязательно yomg'ir pul qilasizlar. Mama qoldiroq bojini chiqaringlar. Mama qoldiroq bo'lmay ketdi. Baribir bankrot bo'lasizlar ekan. Shamol turganda, lekin borku, mana chang to'zon turadi. Chang to'zon turganda, mana shu chang to'zon solig'ini ham qilish kerak. Mana zo'r bo'ladi. Chang to'zon qayerda bo'ladi? Mana Surxondaryoda, Termizda ko'p afg'on shamoli keladi. Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryolarda chang to'zon bo'ladi. Hozir Toshkentda ham chang to'zon bo'layapti. Boyib ketasizlar. Mana shu chang to'zonning har kvadratigami, har bir kvadrat metrigami bosh solinglar. Zo'r bo'ladi. Ko'z yosh solig'ini solinglar, ko'z yosh solig'. Odamlar g'am boshda, g'am anduh solig'ini qilinglar. Boj qilinglar. Xursandchilikka boj qilmanglar, chunki xursand bo'lmaydi. Sizlar boj qilinglar, iltimos. Baraka topkunlar. Mana hali aytsalaring, agar menga yana maslahat so'rasalaring, mana bu izohda yozib qo'yinglar, men maslahat yozib beraman sizlarga. Maslahatning dodosidan beraman sizlarga. Shunaqangi maslahat beraman. Nasib bo'lsa, nasib bir 20 yilda rivojlanib ketib qolamiz, Xudoga shukr. Biz yaxshi taraf qarab ketyapmiz. Ish qilib yashatganlik qo'ymanglar-da. Yashatganlik qo'ymanglar. Iloji bo'lsa, quyosh solig'ini solinglar, issiq bo'lib ketyapti. Zo'r bo'ladi. Baraka topkir deputatlarimiz. Sizlarni saylamagan bilan baribir o'zlaringiz saylanib ketasizlar-da. Foydasi yo'q-da. Bu yerga biz sizlarni saylamaymiz deymiz. Iloji yo'q, saylanib ketasizlar. Imkonsiz, buning imkoni yo'q. Imkon bo'lib qolar, nasib kutib yurak qani, agar o'lib ketmasak, 2080-yillar yaxshi bo'lib ketmasa agar. Salomat bo'linglar. Hech bo'lmasa xalqim, dardlaring, ishlaring dardga to'la. Temir xotinda bekarga aytmagan, yig'laysan. Iching to'la dard, yig'lashga majbursan, ey odamzod. Temir xotin bekarga aytmagan. Alomat xon. Ana shunday ishlaring dard ko'p bo'lsa, hech bo'lmasa izohda yoringlar, hech bo'lmasa kiyimlaring deb tashqi quyosh ko'rsin, ichidagi mikroblari, bakteriyalar quyoshga o'lsin. Ey baraka topkir deputatlar. Yana qachon, menimcha uzoq kutmasak kerak, keyingi qonun tushiradigan qonunlaring bo'yicha. Kutib qolamiz. Salomat bo'ling.